Salom do'stlar. Bu videoda bizni dalasida bu video futbolga qiziquvchilar uchun videoda reklama mavjud. Eslatib o'tamanki, tomog'im bo'lganimda unday deb tomog'im sal boshqacharoq qaraylar ekan. Bitta uzun videoda ikkita o'yin bo'lib o'tadi. Mana hozir boshladik. O'zbekiston bilan qaysi jamoa tushishi ko'ramiz hozir. Mana derbi degan. Bilasizlarmi? Bilsangiz qoldiringlar kommentariyaga. Iltimos obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib, like bosib ketinglar. Keyin mana hozir kim yutadi o'ylaysizlar? Uni ham kommentda yozib qoldirasizlar. O'yin bir jamoamga qarab oladi. Ayrim qizil o'yinlar bor ekan. Shularni almashtirishga to'g'ri keladi. Ayrimlarni quvvatim tushib ketgan ekanda. Mana yana bitta qizil olgan bor ekan. Nayli sonini qo'yamiz. Denorli shunday zo'r o'yinchi qizil olibdi-da. Va biz o'yinni boshladik. O'zbekiston derbi. To commence. The fans are expecting a win. What can this team do? Both managers have picked strong lineups today. O'zbekiston qo'llab-quvvatlaydi. O'zbek Home team has gone with a strong lineup here. Bu mana derbi jamoa. Ana O'zbekiston jamoasi. Lining up in a 4-4-2 formation. Va biz o'yinni boshladik. Bismillah. Oh, patga bo'ldi. Yugur, o'tib ketdi. O'tib ketdi. Voy, yaxshi qoldi. Oldi ikkita o'zbek. Voy, yaxshi qoldi. Chiziqqa o'tib ketibmiz. Futbol tushunadiganlar hozir yiqilganga men gavda berdimmi? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Voy. Hujum qilmayapti-da, o'dar bo'lmayapti. Zarba. Wow, şahane. Gülmez. Gol bulmadı. And their first shot of the day is off target. Yay. Strong tackle. Vay, bila qaka ketdi. To'g'ri qildim ki. No one's going to get on the end of that cross. O'xshamayapti lekin. Blocks there. Ularni ham hujum o'xshamayapti. Давай. Good passing on display. O'tib ketdi. That's great determination. Gol bo'ladi. Gol qilasan, Va gol mana. O'zbekiston 1-0. Mana shuni qo'yib to'g'ri qilgan ekanman. O'zi bu. Turdimi? Joyidami ekan yoki? Gol.
ikkinchi raund qachonkiligini va tugadi birinchi raund. Birinchidan. Yo, reklama bo'lmadi, keyingi o'yinda bo'ladi. It's 1-0. The losing team has the next 25 minutes to turn things around. Hozir 1 minut kutdilar. Mana mana boshlandi. Hozir bilan ketamiz. Videoni to'xtatib sal xato qildim-da. Ish chiqib qoladi. Completed the pass. Chiqdi oladi. It really has been a clean game today. No cards just yet. Is this the moment? Mana yana video boshlandi. Aytapanki ish chiqib qolyapti mana. Bo'lmas. Ishlab qoldi varada. Tashim o'zim ham yoqmayapti shamollaganga. Yoqdagi suv ichmasdan. Great ball. To his teammate. Good ball control. They're winning. They need to defend well here. It's time to replenish their energy levels. So some new players are coming on. Udar ketdi. Great pass. Wow. Ishqib borganda udar. Gol. Voy. Salgina dashib qoldi. Voy. Tarixdagi unutilmas gollardan biri o'ylaydi. Misplaced pass. Definite Voy. offside there. No question at all. Let's see that one again. That ball off. Clean, swift tackle. And that's lofted upfield. He misjudged the pass. Mana That pass could have gitti. been better. Only a narrow lead for one team. Can the losing side get things level or even start a comeback? Now Wilson. Yürü. Players using his pace. Gol. They made the breakthrough. Gol. Here's a fantastic Gol. Aytdim. Gol. gives them an unassailable lead. 2-0. That's his second goal. Yana shu o'rinda golda. Boya gol urdi. Deb olganman. Ular lekin texnikasi kuchli ekan. Robinson in possession. Men yugurdim. And they could be in trouble here. All that's left is a Well, big that's He's good. trying to lift it over the keeper. Careless pass there. Birisi gol. What a chance. Denied by the post. İşte geldi. Well, the manager Wow. Yuttuk lekin. Ishdan kelib qoldi. O'xshamay qoldi. 100% and gets a player of the match award. Qaranglar, agar futbolga yoki Minecraftga qiziquvchilar bo'lsa, kanalimga kirsanglar, mana shunaqa o'yinlar bor. Agar ja bo'lmasa, shunaqa har kuni video olaman. Dalasi yo ana Minecraft shunaqa videolar olaman. Kanalimga kirsanglar. Yana o'yin ekanmiz shu jamoa bilan. Boya Wi-Fi yo'qolmagan-ku, yana qaytadan o'yin ekanmiz shu jamoa bilan. Davay qayinda. Derbi edimi? Boyagi